Biz Andijon shahar 20-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti bu yil 26-yildan beri faoliyat boshladi. Oldin faoliyat yuritilgan. Hurmatli prezidentimizni e'tiboriga qaratib, investitsiyaga tushib, remontdan keyin qayta qurilib faoliyat boshladik. Bugungi kunda 250 nafar tarbiyalanuvchimiz bor, 10 ta guruhdan iborat. Burun 5 ta gruppa edi. Hozir 10 ta gruppa bo'ldi. Barcha gruppalarimiz rus gruppalar. Orada bitta katta gruppa, angliskiy gruppa ochdik. Sababi hozir juda ham tilga e'tibor berilyapti. Yana bog'chada karate nimalarimiz bor, gimnastikamiz bor. Mutaxassislarimiz juda yaxshi ishlayapti. Bizda 20 tadan bola tarbiyalanadi, faqat 30 ta emas. Sababi bolalarga ko'proq e'tibor berish uchun shu narsani boshladik. Eksperimental tarzida bugungi kunda 3 metodikasi bor, uslubi bor. Teoriya решения изобретательных задач. Shu metodika bo'yicha именно hozirgi kunda prezidentimiz o'yin orqali mashg'ulot o'tish deb yaqinda bo'lgan farmonlarida ham shuni e'tiborga olib gapirib o'tdi. Lekin bizni bog'chada shu narsani 6 yil oldin boshladik, natijasini berdi. Natijada bola o'zi qilgan narsasini o'zi yechimiga yetib, bizga hattoki ota-onalar majlisi o'tkazyapmizda, ota-onalar majlisini biz emas, tarbiyachilar emas, bolalar o'zlari o'tkazyapti, o'zlari ota-onalar bilan o'ynayapti, ota-onalarga bergan vazifalarga hattoki ota-ona ham javob bera olmayapti. Bugungi kunda shu narsa bizning faoliyatimizda bor va STEM metodikasi ko'p bog'chalarda hozir o'zi ilmiy ilk qadam dasturimizga ham kiritilgan, lekin biz buni o'qib, qizlarimiz kurslarda o'qidik, qolaversa o'zim o'qitdim ularda. Shu bo'yicha biz ko'proq chuqurlashib, STEM metodikasini kunli mashg'ulotda o'yin orqali shu uslubdan foydalanib faoliyat yurityapmiz. Bugungi kunda 10 ta aytib o'tdim, 10 ta gruppamizdan iborat. Hamma gruppalarimizni tarbiyachilari, undan 6 tasi oliy ma'lumotli, qolgani tugallanmagan oliy, o'rta maxsuslari ham orasida bor, lekin mana prezidentimiz 5 ga 1 yaqinda sharoit yaratyapti. Hammasi ehtiyoj o'qiyman deb bildirishyapti. Sababi hozir o'qimasa bo'lmaydi-da, haligi yangilikdan qolib ketyapmiz. Lekin bizni qizlarimiz haligi fasilitator deyiladi, u nafaqat tarbiyachi, fasilitatorlikka ham o'qishib, ko'proq bolalar bilan, ota-onalar bilan ishlayapmiz. Keyin bizda ota-onaga ko'proq e'tibor beramiz. Hali aytishadi-ku, ko'proq to'ri bilan chiqish deyishadi-ku, ota-ona bilan kunda nimadamiz, muloqotdamiz, kanallarimiz bor. Ko'proq ota-onani hurmat qilib, ota-onaga e'tibor bersak, bolani natijasi, chunki bola ertaga ota-onani boqadi-da, haligi boqqani uchun ota-ona bizga yordam, ko'maklashsa, keyin boladan yaxshi ideal bola chiqadi, lider chiqadi. Hozir bizning bog'chamiz nomimizni ham real lider, har bitta bolani lider bo'lish uchun ko'proq vaspitательный, tarbiyali soatlar o'tamiz. Mana kelajak soatlari bor, lekin har bitta bola o'zicha men liderman deb vыступать qilishga sharoit yaratganmiz shunga. Keyin bizning bog'chamizda детский studiyamiz bor. Детский studiyada o'zlari bir haftalik novosti qilib, har bitta gruppada qanaqa yangilik bo'lgan bo'lsa, masalan bitta gruppada Spartakiada bo'ldi, bitta gruppada ochiq mashg'ulot bo'ldi. Shuni umumlashtirib bir haftada bir juma kuni biz bolalar o'zlari olib borib kanalga qo'yamiz.